Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdonlar. Bugun biz Xudo xolasa Sarvarbek TV bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Navoiy viloyati, ya'niki chavandozlar maktabidamiz. Ichkaridagi otlar bilan Xudo xolasa minib, tasvirga tushib, Sarvarbek TV nasib bo'lsa chiroyli qilib muhrlab, videolardan, lavhalardan sizlarga ham ilinamiz. Mana chaqmoq, yulduz, mana palvonni zo'ri bugun eng yosh umidli palvonlarimizdan Xudo xolasa biz bilan birga bugun mehmonmiz. Ikki oz otlarni tanishtirib o'tsang. Mashhur yulduz, ahalti ekin zotli, motiv deymiz, qizlar minadi masalan. Buni? Bu qaysi zot? Nomi nima? Qorabayir. Ko'pkariga ham o'raladigan palvonlar. Qaysi palvonlar chopadi? Soy palvon, Obid palvon, Soy palvon, Shamshod palvonlar chopadigan otlarimizdan. Xudo xolasa. Poygachi otimiz, konkurchi otimiz. Mana bu poygachi ekan. Nomi nima buni? Motiv. Motiv. Xudo xolasa mana shu Navoiy mana shu Otchopar maydoniga kelib, qizlar, yigitlar, bolalar oilaviy kelib ham Xudo xolasa pullik xizmatlar qo'yilgan, kelib mana chiroyli, yuvosh otlarni minib Xudo xolasa mazza qilib ketsanglar bo'ladi. Keyin mana shu jarayonda sizlar Xudo xolasa chavandozlikka ham tayyorlaysizlar ham bolalarni. Ana shu to'g'risida ikki og'iz. Uloq ko'pkaridan konkur yo'nalishi bo'yicha, polo yo'nalish bo'yicha, ot yurdirtish bo'yicha, ipoterapiya yo'nalishlarimiz bor. Hammasi kelib o'rganilsa bo'ladi. Har xil yo'llarimiz bor. Xudo xolasa kelaverasizlar. Mana otlarimizni syomkasida Navoiy uloq ko'pkari tasvirchisi Sarvarbek TV xizmatda. Xudo xolasa bu yigitga ham omadini bersin. Har kunimiz mana shunday yaxshiliklarga boy bo'lsin. Ot yolini silagan shamol, hayajoni bosar yigitni, tulpor asli yigit, qanotsiz qush, qilma yigitni deydi. Otni yigit qanoti ot bo'ladi. Sarvarbek TVga obuna bo'lib qo'yinglar.